Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Mushu sarxillar topidagi sarxil qarindoshlar hammanglarninki har vaqti xayrlik, bereketlik, mo'l husullik bo'lsin. Qarindishimiz Ayşe xonimga rahmat aytaman. Alloh taolodan kuch-quvvat, baxt, saodat, texmi ziyoda ilm tilayman. Merhum anısıga Allah Teala'dan cennet dileymen, günahlarının mağfiretliki, mertebesinin yukarı buluşunu dileymen. Allah Teala rahmet kılgay. Nadi yaxşı gap qıptım, o gaplarni anlap mən təsirləndim. Hakikaten biz bu Müslümanlık dese, Müslümanlıkni biz mescitlerini görüyoruz hamda. Namaz okuşqını Müslümanlık, roza tutuş, haramdan çıqıtım 30 qıtım, 100 qıtım, haramga basa şunu çoğun biliş hamda. Aşınığının şu Müslümanlık deb bilip ahlak, ügüneş, uqoş deganni xuddi Müslümanlıktan sirtidagi bir ishdak aşında qarayotgan qarindoshlarni aytib bekçi. Bunun hammasının sebebi kitap okumaslık. Ama hanım Ayşe hanım to'g'ri deydi. Kitap o'qish degan insonni inson qildi. Hatta biz sohbetlashib bunda parangiz o'tirgan kitap o'qib turgan adam bilan kitap o'qimaydigan adamning orasida osmon zamin farqi bor. Kitap o'qimaydigan adam bir izda qilib qolib, bir izda qilib qolgan, faqat taraqqiy qilgan to'mpay adam edi. Kitap o'qigan adam dunyoni tushunadi, olamni tushunadi, insonlarni tushunadi, har narsani tushunadi. Chunki kitap o'qigan bilim xazinasi u. Bilim bor uningda, bilim. Ama bizde kitap okuşunu yaxshi ko'rmaydi o bizden xalqimiz. Bo'lib, şu Türkiye'de turayotgan qarindoshlarning kitap okuş nispati intayin tüven bek tüven endi. Endi şu kitapla bakağı taqtib birisimi aşı. Okumaydı. Bazı uyini chiroyli zinatlab qo'yish uchun, chiroyli tizib qo'yish uchun olib qo'ydi. Hatta qarindoshlar aytganda bir imzolab kitap taqtimiz deb Ulamolar birligida e'lon qilsak, aşınınqı intayin az adam geldi. Bakarlık kitap taktımız sakın şununqı az geldi. Allah Teala keçirmeydi bu işin içe. Bu edepsizlikni, işini keçirmeydi. Biz bakarlık vereyli, okunla, edem bulanlar deb kitap taktaylı dese, bakar turup kemidi o adamlar. Yani Avrupa'daki qarindoshlarimiz şu kitap ekel duysan bulattı deb zakaz verip, akildi Allah'ın buğrutup, kitap apasak oldu deb aynı qilib Orta Asya'daki qarindoshlarimiz kitapni besib dersek, mesela Kazakistan, Kırgızistan'daki qarindoshlarimiz pulga setip aladı. Bayani izlep pulga setip, pulga elip okuydu. Başında fark endi. Bu fark nereden geldi? Çünkü Orta Asya'daki qarindoshlarımızda, Uyghur qarindoshlarda o'qishni yaxshi ko'rish, o'qish xislati bor. Kichigidan cho'nggacha hammasi o'qiydi. Savodsiz odam yo'q bu yerda. Kitob o'qishni yaxshi ko'rdi. Avrupa'damı, Avrupa medeniyetinde okuş, ügünüş endi mecbur şunun ügünüp yüzünü yitildiğimizi yaşalı bulmaydı memlekette. Endi bu Türkiye'deki qarindoshlarimiz endi nurgulları iş kılıp nurgulları bir savaşsız yoki dinden azroq dinasi bilvagan şunun yüzüne dindar sanab yurgan qarindoshlar shu o'qish, ügünüşke hacetimiz yo'q deb o'ylaydi. Adam qanchalik jiq o'qisang, o'zining johilligini bilgilikkan. O'qimagan odam hammani bilman deyotgan. Chataq yeri shu ekan. O'qimagan odam men hammani bilman deyotgan, ammo hech kim bilmaydi. Ammo o'qigan odam o'qigan sari bilmaydigan dunyo uning oldiga kelib, xilva johil ekanman, haqiqatan johil ekanman deb o'zining johil nodonlikni bilayotgan o'qigan odam. Shunchalik cho'ng farq bor. Bu dunyoni kashf qilmay, shu ko'zi ama ketib qolgan odamlar bor. Dünyada hemmini düşünüp, doğru muamele kılıp, hayatlıkı doğru karıştı bulup ütütkan insanlar var. Şu an bu bir yerdeki sapa farkı okuşta. Okuş, okumaslık meselesi. Okuş şunda pek mühim olmayotgan bolsa, Kur'an-ı Kerim'nin birinci ayeti okuda başlanmagan buladı. Okuş şunca pek mühim olmagan bolsa, peygamberlerge kitap düşürmegen buladı da Allah Teala. Ağzında dep koyun degen iman ettiğinler namaz okuyun ibadet kılın degen dep buyursun buyuruyor. Lakin kitap okusun mu kitabını? Man okup öğrensin dep aynı kılanda. Okuş şunçalık mühim olsa biz Müslümanlar okumayız. Yani oku ümmette biz okumaydigan ümmet olup kaldık.
Ondan keyin Alloh bizga yordam qilmadi deb Allohni xafa bo'lamiz. Qaysi o'zimiz bilan xafa bo'lamiz biz endi? Qaysi o'zimiz bilan? Chunki Allohning deganini qilmasak biz, o namoz o'qib qo'yganimiz, ro'za tutib qo'yganimiz degan gadinimizdagi farz o, gadinimizdagi bir qarz bo'lsa, uni qilmasa bo'lmaydi. U zaten qiziqtirishlik ish. Bundan boshqa Alloh uchun nima ish qildik? Alloh uchun nima ishlarni qildik? Alloh yaxshi ko'rgan qanday ishlarni qildik? Ammo buni qarash kerak-da. Shunda biz endi qo'limizdan kelgancha kitob o'qishga targ'ib qilamiz, qiziqtiramiz. Eng muhimi shu kelajakningki parlaq maysilari bo'lgan shu bolalarni kitob o'qishni yaxshi ko'radigan qilib tarbiyalashimiz kerak. Undaq qilish uchun ota-onalar bizning qo'limizda hamisha bolalarimiz kitob ko'rsa qo'limizda, telefonni ko'rmay, bizning bolalarimiz kitob ko'zi ichilsa, shuna bilan o kitob o'qishni yaxshi ko'rgizganimiz bolalar. Ammo o'zimiz qo'limizdan telefonni tashlamay, telefonda o'sha g'aybat shikoyat tinglab, g'aybat shikoyat qilishib, birisi uni tillabdi, unda qilibdi, bunda qilibdi, o'sha ishlar bilan telefon bilan o'tsak biz, bolalarimiz men o'qidigimizning bir bakaga, bolalarimiz o'zimiz o'xshash bo'ldi shunday. Biz axlat bo'lsak, bolalarimiz axlat bo'ldi. Biz sifatli bo'lsak, bolalarimiz sifatli bo'ldi. Biz qanday tarbiyalash o'zimizningki quldagi bir ish endi u. O'zimiz amal qilmay turib, bolalarimizni olim qilatdim, qari Qur'on qilatdim, noyat madaniyatli inson qilatdim deganing beri bakaga quruq gap endi. U maktab, madrasa, ustoz, qaroqinim hech kim qilib bermaydi buni. Bu ilm salolasa agar. Buzvatmay bolalarningki qalbiga ilm salolasa cho'ng gap. Ammo u axloq, tarbiya deganni uy bir tqaya. Sen axloq tarbiyani uyda beramagan balni hech kim beramaydi. Ota-onasi beramagan hech kim beramaydi. Unutmaslik kerak ma'ni. Muallim beramaydi. Ustoz beramaydi. Ota-onasi beradi. Ota-onasi beramagan hech kim beramaydi. Ota-onasi mukammal bergan bo'lsa, keyin u ustozning bergani shuning bilan bir qo'shimcha bir narsa bo'ladi. Ammo uning asosi uyda, uning asosi fundamenti deymiz ya, asosi, temeli mahkam bo'lmasa, o maktabga borgandan keyin uni adam qilmaydi muallim. Muallimning adam qilish majburiyati yo'q-ki. Muallim degan shu o'rgatib qo'ydi. Ammo ota-onaningki bolani ro'bros adam qilish majburiyati bor. Shunga kitob o'qish odamni saviyali qildi. Odamni hushyor qildi, odamni bilimli qildi va oila a'zolarini madaniyatli qildi. Dindor qildi kitob o'qish. Chunki kitob o'qib o'rganamiz. Shunga musulmonlar shu kitob o'qishga va ko'ngil bo'lishga tegishli asli. Chunki bizning birinchi shu zarur bo'lgan ishlarimizdan biri kitob o'qish. Chunki Qur'on Karim payg'ambarimizga o'qu degan amr bilan boshlangan, o'qishning muhimligidan. Payg'ambarimiz shu Iqra bismi robbikal degan oyatni o'qish bilan, shuni o'qish bilan payg'ambarlikni Alloh taoladan topshirib olgan, qabul qilgan. Demek biz o'qiydigan, o'qib taraqqiy qiladigan bir dinning agashguvchilari jamda. Unda bo'lgandan biz shu aslimizga qaytib, payg'ambarimizni o'lga qilishimiz, sahobalarni o'lga qilishimiz, yaxshilarni o'zimizga o'lga qilishimiz kerak.